Hozir mana yana General Zohidagi obyektimizga keldik. Xudo xolasa, hozir sizlar bilan nima ishlar ketayotganini tanishamiz. Ko'rib turganinglardek, oldi qismi bilan yon qismi ishlarimiz to'liq yakunlandi. Endi gal toshchi gullarni yopishtirishni boshlashdi. Ko'rib turganinglardek, mana endi hovli qismimizni ham izolyatsiyalarini qilib, tosh ishlarini boshlashdi. Birinchi etajimizda ham barcha elektrika montajlari ham, santexnika montajlari ham, undan tashqari konditsioner, ventilyatsiya sistema montajlari ham to'liq yakunlandi. Endi gal gipsokarton ishlari ketyapti. Xudo xolasa mana pergorodkalarni ham qilib, endi patololarni yopishni boshlaymiz. Podol qismida to'liq gipsokarton ishlarimizni yakunlab, endi gal kafil terish jarayonlari ketyapti. Ko'rib turganinglardek, Xudo xolasa chiroyli kafilchilarimiz kafillarni terishyapti. Xudo xolasa mana ko'rib turganinglardek ishlarimiz avjida, sroklarimiz ham yaqinlashib qolgani uchun bolalarimiz tinmasdan Xudoga shukr bilan ishlashyapti. Xudo xolasa bizani o'zimizni yorug' qilishadi degan umiddamiz. Endi ishga qaytadigan bo'lsak, hamma ventilyatsiya ishlarimiz, konditsionerlarimiz, elektrika, santexnika montajlarimiz hammasi to'liq yakunlandi. Endi gipsokartonchilarimizning ishini tekshirgani keldik. Ikkinchi etajimizda ham pergorodka ishlarini yakunlab, Xudo xolasa mana elektrika montajlarimizning oxiri shitovoy xonamizga olib kelyapti. Santexnika montajlarimizni ham tugatib, stechkalarni ham quyib bo'lganmiz. Xudo xolasa birinchi etajda patololarni yopib bo'lishgandan keyin chiqib, bu yerda ham ikkinchi etajda ham patololarni yopishni boshlashadi. Mana ikkinchi etajimizning hovli qismida turibmiz. Ko'rib turganinglardek, hamma pergorodkalarimiz urilgan. Xudo xolasa pergorodkalarni shundoq emas. Biz mana izolyatsiyalarini tashab, undan tashqari XLO gipsokartonlarni ham uramiz. Profillariga ham har bir eshigimiz oldiga usulinalarni обязательно berib ketyapmiz. Ko'rib turganinglardek, mana bu obyektimizda ham noodatiy perilalarini ustunovkalarni o'zi qilib oldik. Xudo xolasa, zinan toshlarni qilib olgandan keyin buni bo'yab, oxirida sizlar bilan ham bo'lishamiz. Barcha ventilyatsiya sistemalarimizni ham hammasini terrasaga chiqarganmiz. Ko'rib turganinglardek, hamma ishlarimiz akkuratli, chiroyli, to'liq montaj ishlarini yakunlaganmiz. Mana ko'rib turganinglardek, terrasa qismimizda letniy kuxnalarni ham to'liq tugatib yakunlab qo'yganmiz. Buni даже o'choq qozonlarini qo'yib, ishlatib tekshirib ham ko'rganmiz. Xudo xolasa mana endigi galda kafillarimizni terish jarayonlari boshlandi. Agar bizani kuzatib tursanglar, bizga obuna bo'lib qo'ysanglar, Xudo xolasa yana nima ishlar ketyapti, nima jarayonlar ketyapti, sizlar bilan bo'lishib boramiz.